Qadrdonlar, mana men bu lokatsiyani bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Hozir sizlarga shunaqangi zo'r lokatsiyadan ajoyib uy ko'rsaman. Shunaqqina Samarqand arazida bo'ladigan bo'lsa, to'g'riga o'tsanglar Chorsuga, chapga Ko'kchi masjidiga, o'ngga esa Drujba metrosiga bo'ladigan bo'lsa, bunaqasiga o'tganinglarda Oqtepa krugiga yetib borasizlar. Shaharning ko'rinishini qaranglar, shunaqangi zo'r lokatsiyadan shunaqa ko'rishingiz mumkin. Birinchi liniyada joylashgan, o'zini alohida qo'riqlash tizimlariga ega bo'lgan Nastroykani 4-etajdan sizlar uchun ajoyib bir dom topib qo'yganmiz. Xudo xolisa, hozir sizlarga umumiy domimizni, ko'rinishini, hamma joyini tushuntirib beraman va video davomida o'sha narxlarigacha aytib o'tib ketaman. Agar yoqsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, men esa obzorni boshladim. Xo'p, uyimizni ko'rishingiz mumkin. Bu qismi spalniyimiz bo'ladi. Akamiz aytishlari bo'yicha uy bitgan, zo'r qilib o'zlari remontlarni qilganlar. Eng yaxshi texnikalarni qo'yganlar, hammasini zo'rlardan qilib, alohida birma-bir mana shu aboylardan tortib to gilamlarigacha eng yaxshidan qildirganman deyaptilar. Hali bu uyda hech kim yashamagan ekan. Spalnisini ko'rishingiz mumkin. O'zini mana shu mebellari eng yaxshilari qo'yilgan. Bilganlar uchun mana shu mebel mexanizmlari blumdan qilingan ekan. Endi sizlar bilan yo'lak bo'ylab prixoshkaga o'tadigan bo'lsak, hop, kirib kelishimizni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib kattagina, yorug'gina bo'lib turibdi. Hop, uyimizning kirib kelish qismlari mana shu dekorativ oynalarigacha e'tibor berishingiz mumkin. Eng yaxshilardan qilingan. Va men eng qoyil qolgani mana eshikdagi mexanizmni qaranglar, domofonni. Bu domofon orqali sizlar telefonga ulangan ekan. Chet elda bo'lsanglar ham mana shu domofon orqali gaplashishinglar, kelgan odam bilan suhbat qilishinglar mumkin ekan. Hop, uyimizning keyingi qismi chap tarafda kirib kelishinglar bilan kladovka qismimiz bo'ladi. Bu yerda ham alohida ko'rishingiz mumkin. O'zingizning narsalarni qolib, bemalol joylashtirib olsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r qilgan ekanlar. Xo'p, endi sizlar bilan keyingi ko'radigan joyimiz uyimizning sanuzel qismi bo'ladi va mana sanuzelni qaranglar. Shunaqangi zo'r qilingan, alohida vannani qaranglar. Shuna даже mana shu narsalarni qo'yishinglar, shampunlar turgan joylar alohida podsetkalar qilib zo'r qilgan ekanlar. Mana bu oynani ham bilganlar biladi. Akamiz xullas remontga pul ayamabdilar. Eng yaxshidan bo'lsin deb mana rakminalarni qaranglar. Shunaqangi bir dekorativ chiroylilardan qo'ygan ekanlar. Xullas uyga pul ayalmagan, remonti juda ham zo'r bo'lgan. Sizlar bilan navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, uyimizning eng asosiy qismi mehmonxona qismi bo'ladi. Qaranglar, alohida mana mebellarga e'tibor beringlar, hammasi bir xil qilingan. Mehmonxonani ham qaranglar, chiroyliligini dekorativlik qilib, mana shu dekorlarga ham alohida e'tibor beringlar. Eng zo'rlardan qilgan ekanlar. Hattoki mana mebellarni qaranglar, o'sha oxirgi shu podsetkalargacha qilgan ekanlar. Xullas, bunaqa mexanizmli ochiladigan. Xullas, hamma narsa eng zo'rdan bo'lgan ekan. Televizorlarni ham qo'yib qo'ygan ekanlar va uyimizning oshxona qismiga mana shu mehmonxona orqali o'tsanglar bo'ladi va eng yaxshi tarafi oshxonada ish qilayotgan ayollarimiz mehmonxonadan o'tirgan odamlarga ko'rinmas ekan. Shu narsani vashi zo'r qilibdilar. Oshxonani ham ichini ko'rsataman. Shunaqangi zo'r texnikalar qo'yilgan. Uni hozir video davomida ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p. Oshxonaga kirishimiz mana shunaqa eshik qilingan ekan. Xo'p. Mana aytishim mumkin, ichkaridan ham xuddi yorug' bo'lib turadi. Bemalol ishlarni qilsanglar bo'ladi. Bunaqangi qorong'i bo'lib qolmaydi. Hozir svetlarni yoqib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, xolodilniklar, TCLlardan, gaz plitalar alohida Hoffman brendidan qilingan ekan va bundan tashqari italyanskiy kachollardan o'rnatgan ekanlar akamiz. Xullas, eng yaxshilardan qilgan. Mana mebellarga ham alohida e'tibor beringlar. Shunaqangi yarashib, juda ham zo'r bo'lib turibdi. Xo'p, mana o'zini mikroto'lqinli pechlari ham qo'yilgan ekan. Xullas, har bir xonada o'zini derazasi mavjud. Havo aylanishi uchun juda ham zo'r qilingan ekan. Xullas, akalar uyni ko'rdinglar. Menimcha sizlarga yoqdi deb o'ylayman, chunki akamiz haddan ham zo'r remontini qilganlar, haqiqatan ham cho'tki chiqqan. Xo'p, uyimiz umumiy 64 kvadrat metrdan iborat bo'ladi. Samarqand Darzi ko'chasida joylashgan. Nastroykali domimizning 4-etajda joylashgan. O'zini qo'riqlash tizimlari, xullas, mexanizmlari hammasi zo'r qilingan. Xo'p, uy narxiga keladigan bo'lsak, akamiz 110 ming so'rayaptilar. Endi tepasiga kelsanglar, albatta kelishadigan joylari bo'ladi.